Grija o'zi nima aytmaydi? Grija ikkita umurtqa va ikkita umurtqani orasida har doim disk joylashadi. Disk bu bizni amortizatorimiz. Bizda ham xuddi shunaqa amortizator bu bizni disklarimiz. Umurtqalarda oralig'ida joylashgan disk. Endi shu disk ikkita narsadan iborat. Fibroz halqasi va o'rtadagi pulpozni yadro deyiladi meditsina tilida. Pulpozni yadro paxtadan va suvdan iborat. Endi tepadagi fibroz halqasi yorilib, o'rtadagi yumshoq narsasi oqib chiqsa, shu narsa grija deyiladi. Bu o'sha grija oqib chiqib, oyoqqa tushayotgan, ichakka tushayotgan, siydik-pufakka tushayotgan, ya'ni bizni belimizdan pastga tushadigan organlarga, masalan, tushadigan nervlarni qisib qo'ysa, shu hisobiga hamma grijani eslab qolishgan. Grija shu o'rtadagi amortizatorimiz oqib qolgan hosila degani. Grija nima sababdan kelib chiqadi? Sabablari juda ko'p. Asosiysi, eng birinchi va eng asosiysi bu mushaklar rivojlanmasligi sababli. Ya'ni bel va qor mushaklar rivojlanmasa, bizda esa normada 50% nagruzkamiz mushakka tushishi kerak, 50% umurtqaga tushishi kerak. Endi biz yuramiz, harakat qilamiz, vesimiz bor, narsalarni ko'tarib yuramiz, mushaklarimiz rivojlanmagan. Masalan, siz og'ir narsani ko'tarasiz, hamma nagruzka umurtqaga tushadi. Bel sohadagi umurtqalarimiz. Endi nima aytdim, mushaklar turadi. Endi siz narsa ko'tarsangiz, bitta narsa ko'tarsangiz bo'linadi-da. 50% mushakka, 50% umurtqaga. Endi siz ko'tardingiz, lekin mushaklaringiz rivojlanmagan, hamma nagruzka umurtqaga tushyapti. Lekin bizning amortizatorlarimiz tog'aydan iborat. Endi shu tog'ayga nagruzka tushyapti, bosilyapti disk. O'sha hisobiga grija chiqadi. Bu birinchi sababi. Ikkinchi sababi o'ziga mos kelmagan og'irlikni ko'tarish. Hammaning o'zining normasi bor. Masalan, 100 kiloli odamga maksimum 40-45 kilo ko'tarish kerak. Ya'ni daji o'zini vesini 50% ham emas. O'sha 40-45% ko'tarsa, o'sha shu norma hisoblanadi. Shu normadan balandroq ko'tardimi, bo'ldi, grija rivojlanadi. 100% deya olmaymiz. Bir nechta sabablar birdaniga kelishi kerak. Mushaklar rivojlanmasligi kerak, og'ir narsa ko'tarish kerak, noto'g'ri harakat qilish kerak. Endi ko'tarishda ham o'zining qonun qoidalari bor. To'g'ri ko'tarsa, balkim hech narsa bo'lmaydi. Lekin shu narsani oldini olish uchun hayot tarzini o'zgartirish kerak, mashq qilish kerak, bel mushak, qor mushaklarini rivojlantirish kerak, og'ir narsa ko'tarmaslik kerak, o'ziga mos yuklarni ko'tarib yurish kerak, bo'ldi shu.